Rossiyada yurgan musofirlar diqqatiga. Sizlar reyestrga tushib qolibsizlar. Mana 1 yillik pechat immigratsiyaga urilib berilgan mana aka. Arslan aka aytganda, hamma yo'q dokumentlaringiz to'g'ri bo'lsa, universitetga olib borib bersalaring, mana shunaqa pechat urib beradi 1 yillik. Bemalol keyin uchotga qo'yib, faqat registratsiyalar original bo'lsa. 1 yillik registratsiyaga qo'yib oldim mana aka. 2026 fevralgacha. Oliy ta'limda tushunmaydigan ba'zi bir insonlar talabalarga noto'g'ri ma'lumot bermoqda. Mana qonun. Qonunda yaqqol ochni va ochna zaochnida o'qish asosida kelgan chet el fuqarolari bemalol vaqtinchalik registratsiya asosida o'qishni yakunlamagunicha qonun tomonlama ruxsat beradi. Faqat hujjatlar to'g'ri qilingan bo'lishi kerak va ishonchli kompaniya yordamida qilingan bo'lishi shart. Mana uchta diplom va oliy ta'lim sohasida ko'p yillik olingan tajribam sizni xizmatingizda. Xalqimizda bir gap bor. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Har qanaqa soxta ma'lumotlarga ishonib ketavermang. Ekranda nomer telefon va ofis adresi. Videoni esa soxta ma'lumotchilarga jo'natib qo'ying.